Mabodo prava Rossiyada lisheyni bo'lsa, uni tekshirib bo'lmaydi. Faqatgina pravoyez rossiyskiy bo'lsa, bazadan chiqadi, uni tekshirsa bo'ladi. Bitta yo'li bor. Ko'chada agar gai turgan bo'lsa, kelishib tekshirtirsangiz bo'ladi. U ham faqat xavfliroq. Mabodo lisheyni bo'lgan bo'lsa, pravoyezni itib gaiga topshir deydi, yo o'zida ham itishi mumkin. O'shanda ham peshkom boring. Agar mabodo Rossiyada prava lisheyni bo'lsa, обязательно uni suddan keyin gaiga itib topshirish kerak. Itib topshirmasangiz uni sroki o'tmaydi. Xuddi 3 yil o'tsin, 4 yil o'tsin, turaveradi. Yana bir xilla gaiga itib topshiradi-da pravasini, lisheyni bo'lsa, keyin O'zbekistonga ketadi yo Tojikistondan borib, o'zini natsionaliy pravasini yana olib kelib hayda yuradi, srok o'tgandan keyin. U ham noto'g'ri. Именно pravoyez lisheynasi srok tugagandan keyin gaiga borib ekzamen topshirib olish kerak. Vojдение emas, teoriyadan o'tib pravoyez olish kerak. O'sha vaqtda gai bergan mana ekzamendan o'tgan qog'oz bilan rossiyskiy pravo birdan olsangiz ham bo'ladi B kategoriyaga.